O'zbekiston aholisini 9 milliondan oshig'ini kredit qarzi bor ekan. Uni umumiy summasi 51 milliard dollardan oshgan. Buni eng qizig'i o'sha olgan 9 million odamning 400 mingni o'sha umumiy to'lovli qobiliyati yo'q, ya'ni to'lay olmayapti umuman. U pullardan banklar ham kerak bo'lsa umidini uzgan, qanaqa undirib oladi, uni Xudo biladi. 51 milliard dollar bu sizlarga kichkina summada oddiy eshitilishi mumkin, lekin 51 milliard bu O'zbekiston Respublikasining tashqi qarzidan ham ko'p degani. Bu pullar nimaga olingan? Kerak emas, ortiqcha isrofgarchilik, orzu-havaslarga olingan. To'xtatinglar bu kreditni. Bu ketishda yaxshi bo'lmaydi. Uje nima deydi, qo'pol qaytganda kiradigan joyiga hamma kirib ketyapti. Agar bu kreditlarni olishni vaqtida to'xtatmasa, ahvol bundan-da yomonlashadi. Krizis, bundan-da katta krizislar oldinda kutib turadi agar bu ketishda to'xtamasak. Kredit olish osonlashdi degani kredit olish kerak degani emas. Bu kreditni hozir shunaqa oson olinar ekanki, telefonda o'tirib 10 minut ichida 20 million, 30 million, 40 million, 50 milliongacha olib tashlashyapti. Bu to'lolmaydimi, to'lolmaydimi, uni so'rab surishtirmaydi bank ham. Ana bu yana bitta mijoz ustiga 30, 40, 50% dan yediramiz deb banklar beryapti. Hurmatli mutasaddilar, bu banklardagi olinayotgan kreditlarni qo'ldan kelgancha umuman iloji bo'lsa olib bo'lmaydigan darajagacha olib chiqish kerak. Hech bo'lmaganda o'sha kreditni onlayn olishga zapret qo'yish kerak. Kredit olmoqchi bo'lgan odam обязательно o'zi bankka borishi shart. Unga поручитель bo'layotgan odam ham o'zi bankka borishi shart. Ikkalasi guvohlikda o'sha qog'ozdagi kredit shartlarini mukammal o'qib, yana o'sha yerda bankda o'tirayotgan xodim kredit berishga manfaatdor bo'lmasdan turib, oldin 7 marta o'lcha bu kreditni olishingdan, oldin qara, mamlaqa yozilgan deb mayda harflar bilan yozilgan. Shartlari, undirish shartlari hamma narsasini ko'rsatib turib, keyin berish mumkin. Ana o'shanda muhtoj odamgina oladi. Kerak odam mayli kredit olsa kerak, lekin o'sha yerga borib muhtoj odam boradi. Lekin uyda yotib olinayotgan kreditlar u yaxshilikka olib kelmaydi. Krizis ketaveramiz. Bashini kredit olmoqchi bo'lgan do'stinglarga tashab qo'yinglar. Kredit yaxshi narsa emas, bekorga harom qilinmagan.